diye başladık. Canım. Junior'da geçse. Salom bolalar. O'sha bugun birinchi dars. Android darslar boshlaymiz. Men ham bilmayman, sizlar ham o'rganishni maqsad qildim albatta. Sal shovqin o'qishlarga e'tibor bermaysizlar. Biz o'rganish eng hozir 2005-yildagi eng oson o'rganish. Hech qanday ustozga kursga bormasdan uyda YouTube orqali YouTube va ChatGPT orqali o'sha bitta notebook bo'lsalar bo'ldi. Ya bo'lmasam maktab o'quvchisi bo'lsang o'sha maktab kompyuterdan foydalansang bo'ladi. Yo masalan kompyuter xonaga borib 5 minutgacha 1 soat shug'ullansang bo'ladi. Biz so'raganimiz manidan burun ko'rib qilishlar mumkin. Bu mana xato yozganman. Davomiyligi 1-2 oyda har kuni 1 soatdan eng kam 1 soat bo'lishi kerak. Maslahatim. Asosiy dasturlashni o'rganib Java yo Kotlin Android dasturlash asosan Java Kotlin tilida qilinadi. Boshlovchilar uchun Java eng qulay maqsad dasturlash mantiqini tushunish davomiyligi 1-2 oyda har kun bir dasturlash o'zi nima? Buni YouTube'dan qilamiz. Dasturlash o'zi nima haqida? Shu videoni ko'ramiz. Yo'q. Tekama foldukini ko'ramiz birinchi. Va kodlar yordamida men qidirib yuribman buni. Dasturlash tillari har xil bo'ladi va har xil vazifalarni bajaradi va har xil usul bilan qo'llaniladi. Java, PHP, Python, JavaScript, C++. Biz Java'ni o'rganyapmiz. Albatta. Va hokazo. Shuning uchun agarda dasturlashni endigina o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki dasturlash haqida shunchaki bu tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, men sizga hozir dasturlash tillarini farqini va nimalarga ishlatilishini tushuntirib beraman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sa'dulla Abdullayevman, Faris Boss. O'sha. Давай. Dasturlash tili bilan barcha yozilgan narsalar siz har kun ishlatadigan ilovalar, saytlar va hokazolarni to'g'ri ishlashi uchun javob beradi. Nega bu o'zi til deyiladi? Chunki ana shu tillar va kodlar yordamida dasturchi sxemalarga mana bu tugma bosilsa, mana bu oyna ochiladi. Agarda mana bunday qilinsa, mana bunday holat ro'y beradi deb tushuntirib beradi. Shuning uchun siz masalan mana videomizning tagida joylashgan obuna tugmasini bosganingizda siz aynan bizning kanalimizga obuna bo'lib qolasiz va hech qanday boshqa bir harakatlar ro'y bermaydi. Qo'pol qilib tushuntirsam. Endi aytganimdek tillar har xil bo'ladi va har xil vazifalarni bajaradi va har xil yo'nalishlarda ishlatilinadi. Shuning uchun ana shu yo'nalishlarning 3 tasini ko'rib chiqaylik. Birinchisi front end. Front end tarjimada tashqi taraf deb tarjima qilinadi. Front end sizning brauzeringizda yoki ilovaningizda ko'zingizni oldida paydo bo'ladigan narsalarga yoki xatti-harakatlarga javob beradi. Ya'ni ichki kod sifatida ko'rinadigan buyruq va sozlamalarni
oddiy foydalanuvchi uchun tushunarli bo'lgan tugma, bo'lim va interfeys bilan bog'laydi. Ko'pincha front-end ishlash uchun JavaScript tili ishlatilinadi va JavaScript bilan birgalikda HTML va CSS tillarini ham o'rganib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Chunki HTML va CSS tillari orqali brauzerning ichida nimalar qayerda, qanday rangda va qanday shaklda bo'lishi boshqariladi. Xullas, ana shular front-end edi. Undan tashqari esa front mana shu YouTube любой sentence bu frontga kiradi. O'sha front, o'sha dasturlashtirishlar, o'sha veb-sayt, o'sha frontda turgansangiz, o'sha veb-sayt yaratishda va boshqa hakazalarni o'rganasiz. Biz Android dasturlashtirish o'rganyapmiz. Bu yerda o'sha har xil birovni ko'rmaganman. Endi sizlar bilan o'sha o'rganamiz. Xohlasa. Back-end ham bor. Tarjimada orqa taraf. Ya'ni orqa taraf deb siz internetda yoki ilovada o'tirganingizda sizga ko'rinmaydigan kodlar, buyruqlar va hokazolar nazarda tutiladi. Back-end siz front Menga back-end yoqadi. Eng qulay oddiy masala front-endda oddiy masala dizaynda xolos. Men uchun dizayn. Bu oddaligi, momon yechib o'xshagan oddiy, qulay desam, albatta Samsungga o'tiraylik, funksiyalar va har xil qo'shimcha funksiyalar o'sha narsaga. Front-end umuman ishlamaydi yoki boshqa tarafdan front-end siz back-end umuman oddiy foydalanuvchi uchun tushunarsiz bo'ladi. Back-endda boshlang'ich dasturchilar ishlatadigan tillar bu Python, PHP va Java. Back-end bilan birgalikda yana ma'lumotlar bazasi va SQL tilini bilish tavsiya qilinadi. Endi agarda siz smartfonlar uchun mobil ilovalarni ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, bo'lmasa mana biz shuni o'rganyapmiz, mobil ilovalar shunga o'xshash. Sizga Android uchun moslashgan Kotlin tili kerak bo'ladi yoki iOS, ya'ni Apple mahsulotlari uchun moslashgan Swift tili kerak bo'ladi. Swift tili bilan ishlashingiz uchun sizning barcha gadjetlaringiz Apple brendidan bo'lishi kerak. Lekin men buni aslida muammo deb hisoblamayman, chunki Apple kompyuterlarida istalgan tilda koding bilan shug'ullanish eng ma'qul deb hisoblayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Aytgancha, agarda mobil ilovalarda to'xtab o'tadigan bo'lsak, O'zbekistonda Xalq nazorati degan mobil ilova paydo bo'libdi. U yerda siz ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng ko'chada yoki mahallangizda mavjud bo'lgan muammolarni yozib o'tsangiz, ana shu muammolar nazoratga olinib, hal qilinishni boshlaydi. Masalan, yo'ldagi notekisliklarni ko'rib qolsangiz, ilovadagi mening yo'lim degan bo'limga kirasiz, yo'l qayerda joylashganligini tanlaysiz, muammo haqida yozib o'tib, rasmlarni yuborganingizdan keyin ariza qabul qilinadi. Ana shundan keyin ushbu o'nqir-cho'nqirni kerakli bo'lgan tashkilot biron bir vaqt davomidan so'ng kelib ta'mirlashni boshlashadi. Yo'llardan tashqari, agarda suv yo'q bo'lib qolsa, chiroq yo'q bo'lib qolsa yoki hattoki avtobusni haydab ketayotganda telefonni ishlatayotgan haydovchini ko'rib qolsangiz, u haqida siz ariza berishingiz mumkin bo'ladi va bu muammoni tezda hal qilgani harakat qilishadi. Xalq nazorati ilovasini videoning tagida qoldirib ketgan havolamiz bo'yicha yuklab olsangiz bo'ladi va sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bir necha kundan keyin ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi ilova, ushbu taassurotlaringizni izohlarimizda ham qoldirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Endi davom etsak, agarda siz endigina dasturlash dunyosiga kirib kelayotgan bo'lsangiz, tajribali dasturchilar aytishi bo'yicha game development, ya'ni o'yinlarni ishlab chiqish, data science yoki C++, C# tillari yoki Golang, Ruby tillari kabi tillarga qo'lingizni tekkizmaganingiz ma'qulroq ekan. Chunki u yerda tajriba kerak va ularni tushunish uchun ham tajriba kerak bo'ladi va shuning uchun eng yaxshisi asosiy tillardan boshlaganingiz ma'qulroq. Endi agarda dasturlash tillarining farqi haqida gaplashadigan bo'lsak, JavaScriptdan boshlaymiz. JavaScript Java bilan adashtirmang. Bu juda ham kuchli til va unda front-enddan ko'ra back-endda ham ishlasangiz bo'ladi, ilovalarni ham qursangiz bo'ladi uning yordamida agar qulay bo'lsa. Lekin uning qadamlari ko'p. Ya'ni bajarish kerak bo'lgan va yozish kerak bo'lgan narsalar ko'p bo'ladi u yerda. Agarda mana back-end ishlatiladigan Python haqida gaplashsak, uni juda ham ko'p odamlar yaxshi ko'radi, chunki u yerda boshqa tillarda 10 ta gap yordamida bajariladigan ishni Pythonda bitta gap yordamida bajarib yuborsangiz bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, dasturlash tillari yordamida siz odamni boshqarasiz va shu odamni zinadan chiqarib yuborishingiz kerak. Demak, boshqa tillarda odam zinadan chiqishi uchun siz o'ng oyoq o'ng pog'onaga,
chap oyoq ikkinchi pog'onaga, o'ng oyoq uchinchi pog'onaga deb yozishingiz kerak bo'ladi. Pythonda esa zinadan chiqish deb yozsangiz, odam o'zi zinadan chiqib ketadi. Endi yana bitta til bor. PHP. PHP tilida ancha narsani bajarsangiz bo'ladi, lekin uning asosida katta proyektlar qurilmaydi. Nega desangiz, chunki PHP ko'p narsani bajarishni bilishi bilan hech narsani zo'r bajara olmaydi. Mayli, endi yana bitta til, dinozavr til Java. JavaScript bilan adashtirmang. Bu ikkita har xil til. Java dasturlash tili bu kirish uchun juda ham qiyin bo'lgan til va uning ichida juda ham ko'p narsa yozish kerak bo'ladi. Masalan, hattoki Android mobil ilovalarini qurish uchun kerak bo'lgan Kotlin tili Javaning ichidan chiqib kelgan, ammo 30% keraksiz matnlarsiz. Ya'ni Javaning ichida bor ko'pchilik narsa hozirgi kunda umuman kerak bo'lgan Kotlin tili Javaning ichidan chiqib kelgan. Mobil ilovalarini qurish uchun kerak bo'lgan Kotlin tili Javaning ichidan chiqib kelgan, ammo 30% keraksiz matnlarsiz. Ya'ni Javaning ichida bor ko'pchilik narsa hozirgi kunda umuman kerak emas va Javaning ichidan chiqib kelgan, ammo 30% keraksiz matnlarsiz. Ya'ni Javaning ichida bor ko'pchilik narsa hozirgi kunda umuman kerak emas va shuning uchun yildan yilga kamdan kam dasturchilar Java tilini ishlatishyapti. Eski birinchi ilovalarni va saytlarni aynan Java dasturlash tilining asosida qurishgan va shuning uchun hozirgi kunda undan qulayroq va yengilroq, yaxshiroq tillar paydo bo'lib ketdi. Bu oddiy holat. Endi bitta narsani eslab qoling. Siz ishlatayotgan dasturlash tili qanchalik mashhur bo'lsa va tarqalgan bo'lsa, demak siz muammoga duch kelib qolganingizda sizga internetda savolingizga javob bera oladigan odamlar shuncha ko'p bo'ladi. Ammo boshqa tarafdan tilni qancha ko'p odam ishlatsa, demak ushbu til bo'yicha mutaxassislar ham bozorda shuncha ko'p bo'ladi va shu deb boshqa tillarga nisbatan ushbu mutaxassislarning narxi bozorda pastroq yurishi mumkin. Masalan, Python yoki JavaScript ishlatadigan dasturchilarning oyligi qiyinroq va kamroq uchraydigan Golang, Scala, Ruby tillarda ishlaydigan dasturchilarning oyligidan pastroq bo'lishi mumkin. Lekin har doim ham nimadirdan boshlash kerak va masalan Pythonda ham yoki JavaScriptda ham juda ham zo'r mutaxassis bo'lib ketsangiz, albatta baribir oyligingiz baland bo'ladi. Masalan, mana bu Alexander Ilyin degan dasturchi o'zining shaxsiy fikri bo'yicha tillarning qiyinligi, tarqalganligi, bozorda ish mavjudligi, bozordagi talabi va oyligi bo'yicha solishtirib chiqdi. Va natijada u uchun JavaScript va Python baribir eng ma'qul til bo'lib aniqlanib chiqdi. O'zi orangizda dasturchilar bormi? Agarda dasturchilar bor bo'lsa, ushbu natijalar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib ketishingiz mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz uchun eng ma'qul til nima? Xo'sh, siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar, kanalni qo'llab-quvvatlanglar va biz videolarni chiqarishni davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Давай. Окей. Есть. Есть. Ушер, Это больше не так сразу, а вот типа вот забрал так. Sinab kursangiz bo'ladi va bir necha kun, hech nimani zo'r bajara olmaydi. Bu videodagi tasvirlar bizga kerak emas. Mana tasvirlash o'zini haqida ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bugun dastur va dasturlash haqida gaplashamiz. Dasturlash o'zi nima? Unga ta'rif berib o'raylik. Menda yozib qo'yilgan variant bor, shuni o'qib ko'raman. Dasturlash biron bir muammoni yechish, vazifani bajarish maqsadida maxsus sintaksisga ko'ra yozilgan kodlar jamlanmasi. Ta'rifidan unchalik ham tushunarli o'xshamaydi, lekin kelaylik shuni bo'laylik bo'lib chiqamiz. Biron bir muammoni yechish va vazifani bajarish maqsadida. Biron bir dastur, u bo'lishi mumkin mobil dastur, web dastur, kompyuterga dastur, hammasini qanaqadir maqsadi bo'ladi yaratilishida. Ba'zilari bo'ladi ko'ngilochar,
maqsadda, ya'ni qanaqadir o'yinlar. Ba'zilari bo'ladi biron bir muammoni hal qilish uchun. U muammolar qanaqa bo'lishi mumkin? Ular deylik qog'ozbozlikni hal qilish. Mana hozir kassani ko'radigan bo'lsak, kassada biron bir kim o'tiribdi, mahsulot olib kelinganda mijoz u hammasini qog'ozga yozib olib, bu narsa olindi, bu narsa qo'yildi, u palonsim ekan deb hammasini kalkulyator hisoblab o'tirmaydi-da, ana korzinkaliga o'xshab shtrix kodini pip pip qiladi, hammasi yoziladi. 5 ta tovar ketdi, ombordan ham chiqarib tashlaydi, nechta qolganini aniq bilsa bo'ladi. Yana boshqa misollar. Buni nimani hal qilish mumkin? Hisob kitobni yana hal qilish mumkin bo'lgan ko'pchilik biladigan Excel dasturi bor, Microsoft Excel. U hisobchilarga ko'proq kerak bo'ladi. Unda kirim chiqimni ham olib borsa bo'ladi. Hech qanday qo'shimcha boshqa programma tuzmasdan. U ham bitta misoli. Keyin katta ko'lamdagi holatda dasturlash nimaga yordam beradi? U deylik boshqa davlatlarga misolni aytishimiz mumkin. Pasportning yonida qanaqadir o'zining ID kartasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha bilan xohlagan joydagi binoga yoki xizmat ko'rsatadigan joyga borsa, o'sha kartasi bilan ko'rsatib, uni umumiy tarixini, u odam qanaqa, deylik, mana Amerikada qanaqadir o'zining tizimi bor, kredit ball deydimi, u odam ishonchlimi, qancha ishlagan, hammasiga ball berib boradigan tizimi bor. O'shalarni ko'rib, u odam haqida ma'lumot ham olish mumkin. Yana boshqa misollar. Biron bir odam boshqalarga o'zini kompaniyasi, xizmati, tovari haqida ma'lumot bermoqchi bo'lsa, bitta varianti, men qo'l bola variantini aytaman. U chiqish mumkin, ko'chaga chiqib olib, oldingidagi jar solishi mumkin. Odamlar eshitmadim demanglar deb hammaga baqirib chiqishi mumkin. Bu bundan vaqt yutqiziladi bu holatda. Keyin kuch yutqiziladi, ya'ni hammaga baqirib tutib olib gapirish kerak. Uni hal qilish uchun hozir nimalar qilinyapti? Deylik, saytlar tuziladi. Saytda o'zingiz tovaringiz, xizmatingiz haqida hamma ma'lumot berishingiz mumkin. Savolga o'rin qoldirmagan holatda. Nima qilmoqchisan, tovaring haqida ma'lumotni qattiq topsa bo'ladi deyilsa, saytga link berib yuborasizlar, havolani kiradi, hamma ma'lumotni o'qiydi. Xohlasa o'sha yerdan saytlarga biriktirishingiz mumkin onlayn oldi-sotdisini, ya'ni onlayn savdoni. U o'sha yerga kiradi, sizni xizmat yoki tovaringizga buyurtma qoldirish mumkin. Yoki ko'pchiliginglar bilasizlar, Amazon bor yoki o'zimizdagi uni alternativalari Orcho'z, Asaxi'oz, shunga o'xshagan onlayn do'kon saytlari bor. O'shalardan siz o'zingiz xohlagan narsani uyda turib, kartochkangizdagi pul bilan to'laysiz, ular olib kelib berishi mumkin. Aynan shu narsalarni ham web web dasturlash qismi hal qilib berayotgan bo'ladi. Yana misoli, deylik, mana rayhonga kirdinglar, iftorlik bo'layotgan payti bo'lsa, biron bir narsa buyurtma beradigan bo'lsangiz, yoki rayhon yoki boshqa kafelarda, aniq bilmadim, ofitsiantlar yozib oladi deb buyurtmani. Uni borib o'zining kichkinagina planshetini qo'yib qo'yishgan. O'sha yerda kiritishadi. Deylik, 4 ta lavash, 2 ta cheeseburger kerak, 4 ta kola kerak. Shunaqa qilib buyurtmani berishadi va sizga olib kelib beriladi. U narsaning foydali tomoni, hech kim uni qog'ozda hisoblab o'tirmaydi. Qancha sotildi, qancha xomashyo ketdi, hammasi aniq bir joyda jamlangan bo'ladi. Ko'rdik, hozir dasturlash biron bir muammoni yechish, vazifani bajarish uchun ishlatilgan ekan. Hozir o'sha vazifalarni ba'zi bir misollarni ko'rdik. Endi keyingi qismiga o'tamiz. Kompyuterga yoki saytga beriladigan buyurtmalar jamlanmasi. Biz biron bir ishimizni aytmoqchi bo'ladigan bo'lsak, deylik, mana ukamizga bu narsa, deylik, marojna olib kelib bergin demoqchimiz. Unga ham chaqirib o'sha narsani ko'rsatmani aytishimiz kerak. Mana pulni ol, do'konga chiqqanda olib kelib bergin deb. Ya'ni qanaqa marojna olib kelishni ham aytishimiz kerak muzqaymoni. Endi bu shu kompyuterga shu ko'rinishdagi buyruqlarni beramiz, ko'rsatmalarni. Mana shunaqa qilgan, u mijoz keladi, pip deganimizda uni nomini olgan va o'sha nomini omborga kirgizgan, ombordan olib tashlagan bitta kamaydi mahsulotni. Shu buyurtmalarni berishimiz mumkin. Keyingi qismi, kompyuterga endi buyruq berayotganimizda biz kompyuterimda taqillatib, deylik, mana uni telefonni sotib olgan, uyga olib kelib bergan deyishimiz mumkin emas. U buni tushunmaydi. Endi ingliz tilida bo'lyapti, Alexa degan narsalar, u chet elda ingliz tilida gapirganingizda to'g'ridan-to'g'ri shu saytdagi bog'lab qo'ygan bo'ladi, olib kelib beradi. Lekin bizda hozir buning iloji yo'q. Ularning ichida ham tagida yotadi. To'g'ridan-to'g'ri bu odamni tushunadigan tilda gapirilmaydi, kod ko'rinishda yoziladi. Ta'rifi bir qismi bizga beradigan ko'rsatmalarimizni maxsus qoidalarga binoan yoziladigan kod bo'lishi kerak. Ya'ni biza absattor mana ish qilib yuborgan deb aytishimiz mumkin emas yoki falonchi biror narsa olib kelib bersa tushunmaydi. Hammasini o'ziga xos kodi, qoidalari bo'yicha yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Aynan shu yozgan kodimizning jamlanmasi, u bo'lish, uni umumiy dastur deyishimiz mumkin. Dasturlarning o'zi ham turli xil ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, buguncha shu dastur va dasturlash haqida gaplashdik. Keyingisida dasturlashning turli xil sohalari haqida gaplashib chiqamiz. O'sha videoda ko'rgan bo'lsangiz kerak, shu dasturlash haqida mana bo'ldi, tushuncha olgan bo'lsangiz. Men ancha tushuncha oldim. Sizlar olgan bo'lsangiz yaxshi. Bu haqida uncha bilaman, o'shaning uchun videoda o'chirib
ikkinchi darsda qilaman. Videomiz juda cho'zilib ketdi, rosa 17-18 minut bo'lib ketgan bo'lsa kerak ko'ramiz. O'sha 20 minut bo'lib qolibdi. Video ko'p cho'zilaversa zerikali ketishi mumkin. O'shaning tez video 10 minutli 8 minut shunaqa chiqarishga harakat qilaman.